Assalomu alaykum azizlar YouTube kuzatuvchilari, Biogomiz Toshkent Karamiz a'zolari. Mana xudo xolasa Biogomiz dastavkalar davom ettirmoqdamiz. Bugun har doimgi klientimiz viloyatdan, ya'ni Buxoro viloyati Peshko'y tumanidan gul do'koni bor katta. O'shalarga mana hozir ifodalarga chiqarib yuboryapmiz. O'zlarining ismlari bor. Ismlarga yuklab beramiz. Hozir bu yerda 1 tonna 810 kilolik hamda 5 kilolik brendlarimiz hamda grunt tayyor qorishmalarimiz bor. Xudo xolasa dastlab qilib chiqarib bermoqdamiz. 05 lik razmerdan o'tgan elakdan shunaqa bo'ladi. Juda ham mayin holatda. Har qanaqa turdagi o'simliklarga, gullarga foydalansa bo'ladi. Tomirni kuchaytirib beradi hamda ekilgan tuproqni ham unumdorligini oshirib beradi. Asosan biogomizlarimiz Kaliforniya chuvalchanlari yordamida ishlanadi. 1 yil davomida mol go'nglarini yeb qayta organizmni o'tkazadi hamda tabiatimizga kerakli bo'ladigan qora tuproq, ya'ni biogomiz hosil qiladi. Mana mol go'nglarini mana shunaqa qilib to'kib olamiz hamda chuvalchang tashab 7 oy 8 oy davomida yediramiz. Chuvalchanglar o'zidan ko'payadi. Tuxum qo'yadi, ya'ni kokil deb ataladi. Asosan bahor va kuz fasllarida ular juda ham aktiv ko'payadi hamda ishlaydi. Har bir reaktorimiz 50 metr, ening 2 metrdan 30-35 tonnagacha biogomiz olishimiz mumkin reaktorlardan. Hozir ko'payish mavsumi. Ayni chuvalchanglarni mana hozir tuxum qo'ymoqda. Namligini me'yorda berib turishimiz kerak. Chunki qancha oziqasi, go'ngi namroq bo'lsa, shuncha so'rib iste'mol qiladi bular tezroq. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida. Bemalol murojaat qilasizlar. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo tekin.